Qanaqa soha bo'lsa bo'lsin, ayollar juda ham haqiqatan kuchayib ketyapti. Kim nima deyishi qiziqtirmayapti. O'sha ularning o'sishiga juda ham dastak bo'lyapti. Har bir inson sizda o'zini ko'radi. Nima o'ylantirayotgan bo'lsa, sizga qaraganda odam shuni tushunadi, shuni o'ylaydi. O'sha fikr birinchi bo'lib miyasiga keladi. Siz ko'zgusiz, men sizga qarasam, o'zimni ko'raman. Ko'pchilik ayollar o'zini ustida ishlashga boshlagan, psixologiya yo'nalishida. Psixologiyaga kirib borganingizdan keyin siz shu narsalarni tushunasiz. Har bir inson o'zini ko'radi sizda. Kim nima gapirsa o'zi haqida gapirayotgan bo'ladi. Uyat o'zidan o'zi tushib qoladi, qayerdadir qolib ketgan bo'ladi. Odamlarning fikri unaqa qiziqtirmaydi. O'shanda o'sish bo'ladi. Hech nimadan qo'rqmaysiz. Hech kimning gapi sizni qiziqtirmaydi, chunki sizni ichki dunyoyingiz o'sishga boshlagan sari pastdagi insonlar sizga gap so'zlari, ya'ni hech nima emasdi. Tepadagi odamlar, tushunadigan odamlar sizni kamsitmaydi. Sizga yo'l ochib berishga harakat qiladi. Kuchli inson sizga qo'l uzatadi, kuchsiz inson tosh otadi.